Quyib charchagan akalarimiz uchun hamyonbop BYD Seagull mashinasini ko'rsataman. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 54 ming kilometr. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Ideal holatda bo'lib turibdi. Kraskalari ham top-toza ekan. Bir qo'l akkuratni haydalgan mashina. Akalar bu mashinani bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar 5-6 ming dollar pul bersanglar boshlang'ich to'lov halol narsa savdoga ham qilib berishar ekan. Xudo xolasa bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Baraka topib haydaysizlar. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman. Mashinamizning salonlari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Sidenalari ham cho'tki holatda bo'lib turibdi. Eshiklari. Salonimizning orqasi ham yengidek holatda bo'lib turibdi. Sidenalari akkuratli bo'lib turibdi. Eshiklari. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz bu mashinamizni 12.300 dollarga berib yuboramiz.